xohlayapsiz, a? Iloji bo'lsa tug'ishni xohlayapsiz. Trubalarni muammosi bor bu yerda. Trubalar yopiq-ku. O'shani hisobiga ichkariga o'tib kirib ketaveringlar. Mana, demak, trubalar mana shunaqa holatda. Bittasi umuman yo'q, bittasini yopiq deyapti sizga. Xo'p, birinchi o'rinda qanaqa qilib shu darajaga yetib keldingiz? Bittasini aytyapsiz. Ketma-ket operatsiya bo'ldim 1 yil davomida necha martalab. Har operatsiya bo'lgandan keyin bu joyda demak o'sha operatsiyadan keyin yallig'lanish, spayka, chandiqlanish holatlari paydo bo'ladi. Bu yerda bo'rttirib ko'rsatilgan, bunaqa qalin a'zo emas. Demak, mana bitta follikula yetildi, yorildi, sperma kelishini kutib o'tiribdi, keldi, trubadan bemalol o'tadi. Ertaga buni ochtirgan taqdirimizda ham demoqchiman-da. Bemalol uni o'zini dumi bilan harakat bo'lgani uchun bemalol o'tadi. Ikkalasi qo'shilib orqaga qaytishga bo'lgandan keyin o'tda demak bitta tuxum hujayra urug'landi. Mana buni ichiga tushgandan keyin u xuddi koptokka o'xshaydi. Buni ichida, trubani ichida kiprikchalari bor, sochchalari bor, mayda. Mana shu sochchalarning harakati hisobiga bu o'zi yurolmaydi endi qo'shilgandan keyin o'sha tuxum hujayra urug'langan. Bu demak uni dumalatib bu yoqqa olib kelib qo'yish kerak. Albatta bizni majburlab ochganimizdan keyin ana o'sha joydagi demak sochlar tekislanib ketib qoladi. Keyingi safar yana shu yerda vnimatичный bo'ladi. Mana shu ehtimol agar bo'ynimga olaman, mayli, agar vnimatичный bo'lsa ham peshonamdan ko'raman desangiz, buni ochib homilaga harakat qilsak bo'ladi. Endi baribir yo'q bo'ldi, trubangiz yopiq ekan, sizga qaramaymiz degan narsa yo'q. Men baribir ko'kragingizga so'rdiruvchi lecheniyalar, ukollar yozaman. Shu spaykalar so'rilib, Allohdan men amaliyotimda ko'p bo'ladi bunaqa holatlar. Truba yopiq deb keladi, o'tmaydi rentgen qilgan paytlarimizda ham homila kuzatilib qolgan holatlari bo'ladi. Sababchi qilaman desa hech narsa emas, lekin men sizni umidvor qilmoqchi emasman. Baribir trubani ozgina mayli ko'ramiz. Lecheniyani qilib bitta yana rentgen qilamiz. Davolash, tashxislash maqsadida baribir bitta rentgen bisplodiyalarga qilamiz yoki bo'lmasam dvanyashka xohlab kelishadi, o'shalarga demak stimulyatsiya sun'iy ravishda 2-3 ta follikulani birdaniga yetiltiramiz. Qayzni 5-kunidan boshlab demak dvanyashka bo'lish ehtimol. Agarda men bu follikularingizni hozir o'ziga kirganda men ko'raman, tuxumdonni qancha proyeksiya o'sha yerda follikula yetilyaptimi, yorilmayapti, yetilyapti, ishlayaptimi, tuxumdon follikula chiqazyaptimi? Mana shu holatni ko'rib, bo'lmasa keyin bitta xulosaga kelamiz. Lekin menga men hozir sizga ko'kragingizga lecheniya yozaman, 15 kunlardan keyin bab so'rdiruvchi bo'ladi-da u ham. 15 kunlardan keyin demak, keyingi oyga menstruatsiyani 7-kuniga bitta turmani rentgen qilib berasiz menga. Agarda o'sha umid bersa bizga, biz xohlagan rezultatni bersa